Yamal haqiqatan ham bilinar bilinmas mana shu bolakay o'tgan mavsumdan boshlab sekin-sekin ta'sirini ko'paytirib, bu mavsum o'zgartirib bo'lmas darajaga yetib qoldi. Biz yosh boladek qarayapmiz unga hamon, lekin u Barselona liderlaridan biriga aylanishga ulgurib bo'ldi va usiz variant topish qiyin bo'lyapti Barsaga. Uning o'rnini yopish qiyin bo'lyapti. Shunaqangi tez rivojlanib ketyapti, shunaqangi tez o'sib ketyapti bu futbolchi. Bilmadim 1-2 yildan keyin biz 1-2 yil oldin Yamalni xayolimizga ham keltirmagan holda jahon futboli kelajagi bu Mbappe va Holland deb turgan joyimizda hozir Lamine Yamal shu pozitsiyani mustahkam egallab olyapti.